Moskvani bir top tozlar alayda qollagan. Bu filmni ko'rib mashina tez haydasa toz bo'lib qoldig'ini his qildim. Shunga uyda o'tirib, chipar qizlarni ko'rganga yetmaydi ekan. Chipar qizlar. Qarang, tunnigun do'stlarim bilan bozorlarga chiqqan. Faqat bozorlargandek bo'lmadim juma. Odam jiqyad eshak aram deb do'stlarim men yaxshi ko'rgan kimning hech qaysini aql qo'ymadi. Ishni olamay inib kirdim shu. Voy, nimishqa o'zingiz yaxshi ko'rgan ekan, eliyasiz olmadi. Shu menga eliveray degan shu do'stlarimni xijil qilib qo'ymay dedim, bo'lmasa men eliverma. Unda o'zim bunday qilaylik qara. Bugun tushunki men sizni bozorga chiqay, bozorga chiqib siz nimani yaxshi ko'rsangiz men shuni deb beray. Qanday? Ma'qul. Qarang, bunda xursandsa, ishdan tushib, soat 6 bo'lgan vaqtida men sizning ishingizni oldiga boray. Aşağı sizni olib boray. Bo'landa? Ma'qul. Водил меня Серега на выставку Ван Гога. Там было телок много и нервы как канат, но я не дотрога дала понять с порога на выставке Ван Гога. Я главный экспонат. Adaş yaxşımı? Aldan qitim kelgan 12 santilik bir oyog'im bor-ku. Ha, shu oshni berib turar jinim adaş. Men bugun bir kiyib olay. Xapamay jinim adaş uyga kelib bera olamsan. Bo'ldi, rahmat. Mening taqdim sening qo'lingda istikkan. Istik. Men uyda saqlab turay. Ma'qul adaş, ma'qul. Эвакуировательных штанах на лабутенах, на эвакуировательных штанах на лабутенах, на эвакуировательных штанах на лабутенах, на эвакуировательных штанах. Vay adaş keldimi? Nima? Topirib beray? Ey, anaxon nimish to'qlamabdi desa, do'sti oyog'ini akab bermagach o'tirib qopti desa, sening yuzingga satola qachon? Nada bo'lmasa hozir oyoqni deb akab bersa, bo'lmasa bishingni yer o'tma. Hey, özünü bir kıyınıqı reallik yüzlərsən bulmamdı. Reallik? Ha, reallik. Ma'qul, men reallikqa yuzlanay. Sen jiningda 3 ni tug'ib olding. Men bilan tanış do'stlarimning hammasi 2 dan 3 dan tug'ib oldi. Men reallik yuzlaman deb aytay men o'tirmanmi? Bir işlerini kiyemey miyicikləb yüzsən. Qandamı alıdı ki tansını. Tüzdürə.
Yaxshimisizlar? Mushu filmninki qisqa chiqib qilishi mushu o'sha pichoq bilan bevosita munosabatga mushu iqim miqdorini go'shtdan qimmat deb shu mushu sizlarga qisqaroq film ko'rsin. Asli mushu gaplarni o'sha pichoq o'zi chiqib deydi, lekin u sizlarda qoplab qopti. Shunga ma'lum Iskandarlar qo'shib elib o'sha pichoqni akilib qo'yinglar. Ha, endi sizlarning adiqinglarni chiqib qolgandi. Mana Chipar qizlar undar salonini qo'shib olsanglar, bizning adiqimiz chiqdi.